Kelinglar sizlar bilan jahon chempionati guruhlaridan biri G guruhini tahlil qilib chiqamiz. Albatta videoni boshlashimizdan oldin like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Agarda siz obuna bo'lgan bo'lsangiz, biz boshladik. Belgiya, Misr, Eron va Yangi Zelandiya. Mani o'ylashimcha, Yangi Zelandiyani hech bir terma jamoaga kuchi yetmasligi mumkin. Shuning uchun Yangi Zelandiya 4-o'rinni egallaydi. Eron hozirda oldingi vajohatliga ega emas. Shuning uchun Eron yaxshiroq o'yin taklif qilsa ham 3-o'rinni egallashi kutilmoqda. Mani o'ylashimcha, 2-o'rinni albatta Misr egallaydi, chunki Yangi Zelandiyani yutib, Eronga yaxshi raqobat taklif qilib, hech bo'lmaganda durang qayd etsa ham 2-o'rinni egallashi mumkin. Albatta guruh g'olibi Belgiya bo'ladi, chunki shubhasiz Belgiya Yangi Zelandiya va Eronni yuta oladi. Misr yaxshi raqobat taklif qilsa, Belgiya bilan durang o'ynashi mumkin. Bundan ko'rinib turibdiki, 7 ochko bilan Belgiya 1-o'rinni egallagan holda nimchorak finalga chiqadi. Bu meni fikrim. Siz fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Hammaga rahmat.